Korrupsiyaga qarshi kurashish har bir fuqaroning burchidir. Korrupsiya taraqqiyot dushmani. Korrupsiya eng xunuk illat. Pora olib o'zing va oilang hayotini dozoxga aylantirma. Haromdan hazar qil. Halol va pok bo'l. Odamzodni hakalak otgan nafsi xalq ichida obro'sizlantirib, sharmanda qilar ekan. Bu ham bo'lsa, boylik orttirish ilinjidagi nafsi tufayli. Shu top xalq ichida yuradigan bir hikmatli rivoyat yodimga tushdi. Keng va chiroyli yo'lakda boylik ho'ngrab yig'lab o'tirgan emish. Shunda undan: "Iye, boylik, nima gap? Seni ham yig'latadigan kuch bormi? Qo'ling uzatgan joyga yetsa, xohishing doimo muhayyo bo'lsa, bu ne hol?" deya ko'ngil so'radilar. Boylik esa: "Halovatim yo'q, hech bir ne'matdan huzurlanmayman, quvonchim yo'q" deb javob berdi. Bu dunyoning eng buyuk ne'mati qanoat ekanligi. U tufayli inson kechirgan umri, kasbi koridan rozi rizolik, el ichida obro', xayr, baraka va huzur halovat topishi bor gap. Afsuski, buni bilgan odamzod nafsdek o'pqon oldida har gal mulzamdir. Ha, nafsning so'nggi manzili har doim xuddi shunday xunuk manzara bilan tugashi rost gap. Tez fursatda topilgan boylik bir necha daqiqalarda ko'kka sovrilishi mumkinligi ham ko'pchilikka ayon. Ota-bobolarimizni eslang. Ular to'kis va farovon turmushga yillar davomida erishgani yodingizdami? Yana bir gap. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Dasturxonimizdagi eng tabarruk ne'mat nima? Albatta non. Har tong nonushta uchun dasturxoningizga qo'yiladigan nonning halol mehnat evaziga topilayotganiga ishonsangiz, aslida shuning o'zi katta baxt emasmi? Kasbingiz ortidan oila boqib, yurtga to'y tomosha berish saodati faqat halol yashash baxti bilan to'kisligiga ishonaman. Shunda ayrim kimsalar taqdiridagi sharmandalik hech kimning chekiga tushmaydi. Aslida harom luqma insonga hech qachon tatimagan ham. Bugun yer, geodeziya, kartografiya va kadastr yo'nalishida qanchadan qancha qulayliklar hayotga tatbiq etilmoqda. Soha obro'si, xalq ishonchi uchun qancha xodimlar mehnat qilmoqda. Keling, aziz, hurmatli hamkasblar, siz oliyjanob, mehnatsevar, oilaparvar sohamiz vakilisiz. Oilangiz va farzandlaringiz haqqi, halol mehnat qilayotgan hamkasblaringiz haqqi, korrupsiya kabi nopok ishlarga aslo qo'l urmang.